Men vodiyga borib, Buxoroga borib video qildim. Samarqandda ham bor ekanda filial. Samarqandda ham bor, filialligimiz bor. Вообще Viber ko'p Zota brendini, aynan Vanda brendini nima esa yaxshiroq deyapti buni. Bu aka Garniak zavodini polavtomat, ya'ni avtomatlashgan versiyasi, kontroller boshqaradi, kerakli gradus buyruq berib qo'yadi, shu gradusda boshqaradi. O'zimizni mahalliy angren ko'mirdan bemalol foydalansa bo'ladi. Har 2 soat, 3 soatda zapravka qilish, kechalari turib bezovta bo'lish shart emas. Bir zapravka qiladi, o'rtacha 1 sutka atrofida 2 sutkagacha yonaveradi. O'zimizni mahalliy angren ko'mirga ham ish beradi. Angren ko'mirda o'zi hammasi ham ishlamaydi, to'g'rimi? Hammasi ham ishlayolmaydi, qizdirib bera olmaydi, lekin bu qizdirib oladi. Shunaqa KPD deydi, samaradorligi yuqori. Bularni xavfli emasmi? Qani sigasi nimalardir bo'lib qolmaydi. Yo'q, buni o'sha ustanovkasiga mutaxassis ustalarga yondashilsa hech qanday xavf yo'q. Hammasini joy-joyiga ustanovka qilinsa, xavfsiz holatda bemalol ishlayveradi. Mana o'zlari namanganlik akalar, mana aynan mana shu pechkalarni deydimi? Mana shu istadigan tizimlarni eng katta gigant o'sha tarmog'i deb hisoblayman. Men ko'rganim aka. Chunki hamma Bashti viloyatida ko'rdim. Bu Samarqandning joyi ham tushuntirib o'tib ketding. Samarqanddagi manzilimiz Sartepon boshlanishi Afsona bozorchasidan Samkosh tarafga 150 metr yurganda o'ng qo'lda, yo'l yuzida 5 etajli dom birinchi etajida.